Trigonometriya bo'limini boshlaymiz. Birinchi mavzusi boshlang'ich tushunchalar bo'ladi. Boshlang'ich tushunchalar. Hop, qaranglar. Bu koordinatalar sistemasi, to'g'rimi? Bu bilamiz koordinatalar sistemasi. Shu yerdan biz bir bo'lgan, ya'ni radiusi 1 ga teng bo'lgan aylanani ajratib olamiz. Mana bu 1, bu yog'i ham 1, bu ham 1, bu ham 1. Shuni kattalashtirib chizaman yonida. Qarang. Buni qaranglar. Bu mana shu nuqtalarni aytolamizmi? Qanaqa bo'ladi? X dan necha? Y dan X dan 1, Y dan 0. Shuni ham yozaman. X 1, Y 0. Tepasi qanaqa bo'ladi? Bu nuqta Y1 X ga 0 qo'yganda Y1 bo'lgan, to'g'rimi? Demak, shunda nima bo'ladi bu? X ga 0 qo'yganda Y ga 1 deb aytamiz. Bu nuqtachi. -1 da 0. X dan -1 qo'yganimizda Y ga 0 bo'ladi. Tegicha 0 X ga 0 qo'yganimizda pastga tushyapti bitta, to'g'ri? Shuning uchun 0 da -1 deb aytamiz. 0 da -1. Mana shu birli aylanani olgan paytimizda bu x o'qiydi-yu, mana x o'qiydi. Shu kosinus alfaga aylanadi. Bu y o'qib bo'lsa sinus alfaga aylanadi. Sinus alfaga aylanadi. Nima degani bu? Hop, gradus bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu gradus alfa x emas yoki y emas, alfa bo'lyapti. Gradus bo'yicha qaranglar. 0 gradus degani mana shuni o'zi. Bilasizlar graduslarni. Misol uchun bu necha gradus? 90 gradus deymiz. Yana ochilsa 180, yana 90 qo'shsak 270, yana 90 qo'shsak 360 bo'ladi, to'g'rimi? Yozib chiqaman. Kosinus 0 gradusda necha ekan? 0 gradusda qaranglar, o'zi nuqta bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana birinchisi, misol mana shu nuqtani olaylik, 1 0 bo'lsa, bu nimani bildirardi? Birinchisi x ni bildirardi, buchi y ni bildirardi. Endi mana bu joyda kosinus bilan sinusni bildiradi, bu nuqtalar. Tushundinglarmi? Birinchisi mana kosinusi bo'ladi, ikkinchisi sinusi bo'lib qoladi. Chunki aytdik, sinus balandlikni bildiradi dedik-da. Tushundinglar? Shunda kosinus 0 dan necha bo'lar ekan? 1 bo'lar ekan. Mana 1 ga teng. Sinus 0 gradusdachi? Mana necha? 0. Endi qaranglar, burchakni oshiramiz. Burchakni bunday oshirganimizda necha gradusga burildi? 90 ga burildi. Endi mana shu joy 90 gradus bildiradi. Sinus 90 gradusda kosinusdan boshlab o'tdik mana. Kosinus 90 gradusda necha ekan? Mana birinchisi bo'ladi, 0 bo'ladi. Sinus 90 gradusdachi 1 ga teng bo'lar ekan. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, necha gradusga yetib keladi aylanib? 180. Hop, yozaman. Kosinus 180 dan necha bo'lar ekan? -1 bo'lar ekan. Sinus 180 dachi 0 bo'lar ekan. Endi pastiga tushaman. Kosinus necha gradus bo'ladi hozir? Yana tushsa 180 dan yana 90 tushsa 180 plus 90 270 bo'ladi. Kosinus 270 da nima bo'lar ekan? 0. Sinus 270 dachi -1 bo'lar ekan. Oxirgisi yana joyiga qaytib kelsa necha gradus aylangan bo'ladi? 360 aylangan bo'ladi. Qaranglar, mana bu bilan 360 dagi joy bitta nuqtaga tushib qoldi. To'g'rimi? O'shaning uchun javob ham bir xil bo'ladi. Mana bitta aylanib keldi-da, yana shu birinchi nuqtasiga qaytib keldi. Shuning uchun aytamiz, kosinus 360 da 1 ga teng, sinus 360 da necha ga teng bo'ladi? 0 ga teng deb qo'yamiz. Buni jadvali ham bor, ya'ni yodlanish kerak o'zi bu aslida. Buni ham yodlanadi. Endi qaranglar, ishoralarni aniqlashtiraylik, ishoralarni. X bo'yicha qaysi choraklarda plus bo'ladi, x qaysi choraklarda minus bo'ladi? Savol tushunasizlar? Masalan, mana shu nuqtada x qanaqa? X plus, mana bu nuqtada x minus, bu nuqtada x minus, mana x dan minus joyda bu. Bu yoqdachi x
plus. Misol uchun mana bu nuqta nechi desam, masalan 3 bo'lsa-da, bunaqasiga 4 bo'ladigan bo'lsa, etasizlar x -4. X dan 3 deysizlar, y dan -4 deysizlar-da, to'g'rimi? Ya'ni 3 -4. X musbat bo'ladigan mana bu x musbat bo'ladigan joylar, demak, tepada plusli bo'lar ekan, x pastda plusli bo'lar ekan, bu ikkita joyda minus bo'lar ekan, to'g'rimi? Endi xuddi shuni trigonometriyaga o'tkazamiz. Qanaqa bo'ladi trigonometriyaga o'tkazganimizda? Bu mana aytiladiki, plus deb oldik, x minus dedik. X ni mana bildirardi bizda? Kosinusni bildiradi. Shuning uchun bu ishoralar kosinusniki bo'lib qoladi. Ya'ni alfa agar 90 gradusdan kichkina bo'ladigan bo'lsa plusli bo'lar ekan, minusli bo'lsa ham plusli bo'lar ekan 90 gacha, minus 90 gacha. Lekin oshib ketadigan bo'lsa, 90 dan oshadigan bo'lsa minusli bo'lib qolar ekan degani kosinus so'zi. Sinusni topmoqchiman. Sinus nima degani edi? Y o'qimi? Y bo'yicha qaysi joyda minus bo'ladi? Y 1 bilan 2 da nima bo'ladi? Plusli bo'ladi. Pastga tushganda o'sha minus boshlanadi, to'g'rimi? Y dan. Pastga tushganda minus boshlanadi. Demak, nima qilamiz? Sinus alfa qaysi joylarda plus, qaysi joylarda minus bo'lar ekan? Y dan plus bo'ladigan joylar tepa ikkitada. Mana plus bo'ldi. Pastdachi ikkalasi ham minus bo'ldi. Chunki y mana bu nuqtada ham misol uchun son oladigan bo'lsak, masalan, hop -2 da necha bo'lsin mana shu? 3 bo'lsin. -2 da -3 bo'ladimi? Shu nuqta. Endi bu yoqdan oladigan bo'lsam, qaranglar, 3 da -4 bo'lyapti. Ya'ni y ga e'tibor bersak, y ga minusli bo'lyapti. Tepada y ga nima bo'ladi? Plusli bo'ladi. Shuning uchun sinusda mana shunaqa deyotganmiz. Ya'ni birinchi, ikkinchi chorakda sinus plusli bo'ladi deymiz. Uchinchi to'rda sinus minusli bo'ladi deb aytamiz. Endi keyingisi ham bor, ya'ni tangens bilan kotangens. Tangens bilan kotangens bularni bir-biriga bo'lishdan kelib chiqadi. Bir-biriga bo'lishdan kelib chiqadi. Aytasizlar, tangens ham, kotangens ham ishoralari bir xil bo'ladi. Yozib qo'yaman buni. Tangensniki ham, kotangensniki ham bir xil bo'ladi. Faqat bir-biriga bo'lib o'ramiz. Farqi yo'q. Birinchi chorakni, ya'ni plusga bo'lsa nima bo'ladi? Plus bo'ladi. Plusni minusga bo'lsak, minus bo'ladi. Minusni plusga bo'lsak, minusni minusga bo'lsak, plus. Qaranglar, buniki bunaqa ekan. Birinchi chorak plus minus bo'lib ketar ekan. O'zgarib ketar ekan tangens bilan kotangens ishorasi. Endi hop, sizlarga bunaqa savol beradi. Hop, bularni aytdik, tangens, kotangens. Mana ko'rdik. Shu yergacha tushunarlimi hammasi? Tushunarli joyi yo'q, ha? Nimadir demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Mavzuni qarasam. Buni aytdik. Hop, yaxshi. Endi qaranglar. Gradus o'lchovi ham ikki xil turi bor-da. O'zi ko'p turlari bor. Masalan, ikkitasini hozir ko'ramiz. Xo'p, misol uchun qaranglar, gradus bilan radian degan tushuncha bor. Ikkalasi ham burchakning qiymatini bildiradi. Radian ham, gradus ham burchakni bildiradi. Qanaqa tushunsanglar bo'ladi? Misol uchun dollar bilan so'm nima? Bu nimani bildiradi? Pulni bildiradi, to'g'rimi? Ikkalasiga ham narsa olsanglar bo'ladi. Ikkalasi ham pul, to'g'rimi? Xuddi shunaqa radian bilan gradus bor, ikkalasi ham bir xil. Ya'ni vazifasi bitta demoqchiman. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa pi radian. Pi radian. Pi degan son bor-ku, pi. 3.4 15 ketadi cheksiz. Cheksiz anaqa ketadi. Bu irratsional son, davriy takrorlanmasdan davom etadi. 3.4 15 umuman davriy takrorlanmaydi. Shunaqa aytilinadiki, masalan, sizlarning telefon nomeringlar ham uning ichida bor bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Sizlarning telefon nomeringlar ham, tug'ilgan yilinglar ham hammasi mashina ichida bo'lishi mumkin. Ketma-ket, ya'ni ketaverganidan, davriy takrorlanmaganligidan kombinatsiya bo'lgan holatda o'sha anaqaga yetib keladi, nima deydi? Qaysidir bo'lagida sizlarning telefon raqaminglar, yana nima deydi, tug'ilgan yilinglar, o'sha hammasi mashina ichida bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bitta sonning ichida. Chunki bu yerda cheksiz takrorlanmasdan ketadi. Pi soni cheksiz takrorlanmasdan ketadi. Endi pi radian deganda biz tushunamiz, gradus bo'yicha aytadigan bo'lsak, 180 gradusni tushunamiz. Tushundinglar?
Hop. Pi deganda bizni 314 sonini aytar ekanmiz. Endi bir soni necha gradusga mos keladi? Nima deb o'ylaysizlar? Biz o'zimiz ishlatadigan sonlar bor-ku, ana o'sha sonlar radian ekan. Tushunasizlarmi? Radianni aytsak bo'lar ekan o'sha. Hop, 1 radian deganda biz tushunamiz necha? 180 ni ana bo'lish kerak 314 ga. Bo'ladigan bo'lsa necha chiqadi? 57 yu 7 lami mana shunaqa chiqadi. 57 deb olaylik. 57 gradus ekan. 1 radian deganda taxminan 57 gradusni tushunishimiz kerak ekan. Xo'p, keyin bunaqa tushuncha bor. Minut degan tushuncha bor. Masalan, 1 minut deganda biz tushunamiz. 1 minut deyman. 1 gradus deganda tushunamiz 60 minutni. 60 minut. Bu ham shunaqa burchak o'lchov birliklaridan bittasi. Masalan, sizlarga misol uchun yozib beradi, aytadiki 32.5 gradusni o'rniga qaysi variantlar to'g'ri desa, misol uchun yozishinglar mumkin. 32 gradus deb turib 30 minut desanglar to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 32 butunda gradus turibdi, yarim gradus soldimda, yarim gradus necha minutga teng? Ikkala tarafini 2 ga bo'lsak chiqib keladi. 30 minutga teng bo'lib qoladi. Tushundinglar? Xo'p, keyingisi qaranglar. Endi radiandan gradusga o'tishni o'rganamiz. Radiandan gradusga. Masalan, dollardan so'mga o'ta olaysizlar, to'g'rimi? Ha? 20 dollar qancha desa, shunda qaraysizlarda necha pul bor hisoblab qo'yasizlar, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa. Misol uchun radian beriladi bizga pi taqsim 3. Pi necha gradus edi? O'rniga qo'yamiz. Necha bo'lamiz? 180 gradus 3 ga bo'lsa necha gradus ekan bu? 60 gradus deb ketar ekansizlar. Mana shuni ko'rsanglar bo'ldi, 60 gradus deb ketasizlar. Keyingisi, qani hisoblab ko'ringlarchi, 3 pi taqsim 4 bo'lsa necha gradus bo'ladi? 180 ni 4 ga bo'lsa 45, 3 45 ga ko'paytirsa 135 bo'ladi. 135 gradus bo'ladi. Xo'p, yana misol aytadigan bo'lsa, 2 pi necha gradus bo'ladi? 360 gradus bo'ladi. 360 gradus. Tushunarli, radiandan gradusga o'tish. Endi shuni teskarisi bo'lsa nima qilamiz? Ya'ni biz gradusdan radianga o'tmoqchimiz, qanaqa o'tamiz? Gradusdan radianga. Sizlarga savol beriladi. Bunaqa deydi. 60 gradus necha radian desa qanaqa topasizlar? Bilib turibsizlar, pi taqsim 3, to'g'rimi? Shuni bilmasanglar qanaqa qilardinglar? Misol uchun 47 gradus necha radian desam nima deysizlar? Tushuntira oldimmi savolni? O'shani topishlik uchun bunaqa qilamiz. 60 gradusni men 1 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. 60 gradus o'zi, to'g'rimi? 1 ni o'rniga qaranglar. Ko'paytiruv deymiz-da. Ko'paytiruv deymiz. Mana bu gradus bilan gradusni qisqaradigan qilib yozamiz. 180 gradus deb yozaman. Tepaga bo'lsa pi deb yozaman. Pi ni 180 ga bo'lsa bular bir xil-ku, 1 ga teng, to'g'rimi? 1 ga teng-ku bu. Pi 180 gradus degani. Shuning uchun buni o'rniga pi taqsim 180 deb yozib qo'ysam bo'lar ekanda. Tushunarlimi? Qisqarib ketadimi hozir? 180 bilan 60 ketadimi? 3 bo'lar ekan, shunda nima bo'ladi? Javobimiz pi taqsim 3 bo'ladi deb aytamiz. Oson ekan, o'tkazish. Birinchisiga ikkita yozib qo'yman. Keyingisi. Masalan, bo'lsin 30 gradus bo'lsin, qanaqa topamiz? Buni ham xuddi shunaqa 1 ga ko'paytirishimiz kerak. 1 o'rniga nima deb yozaman? Pi taqsim 180. Qisqarib ketadigan bo'lsa necha bo'lar ekan? Pi taqsim 6 deb aytar ekanmiz. Xo'p, 47 gradusni topish kerak bo'lsa-chi, nima qilar ekanmiz? Xuddi shunaqa 1 ga ko'paytiramiz. 1 degani bu 47 gradus ko'paygan, 180 tepada pi deb qo'yamiz.
Qisqaradimi? Bu bilan qisqarmaydi. Shuning uchun javobimiz 47 pi taqsim 180 bo'lib qoladi. 47 pi taqsim 180 gradus. Bo'ldi, graduslar ketdi, mana qisqarib ketdi. 47 pi taqsim 180. Endi mana shunga bitta misol. Mana bunga bitta misol ko'ramiz, ya'ni ishoralar bo'yicha qanaqa savol berish mumkin. Savolda aytadiki, masalan, manfiy sonni aniqlang deydi. Manfiy sonni aniqlang deydi. Savolga qaranglar. Misol uchun A variantida aytadi. A variantida kosinus 2 gradus turibdi. B variantida misol uchun kosinus 2 ni o'zi turibdi. Qaysi biri manfiy son degan savollar berdi. Uni bilishlik uchun biz mana qanaqaga kelamiz. Kosinusni ishorasi qanaqa edi o'zi? Gradus bo'yicha aytadigan bo'lsak. Kosinus 0 gradusdan boshlab 90 gradusgacha qanaqa bo'ladi? Plus bo'ladi. Ya'ni musbat. Kosinusdan musbat sonlar chiqadi. Bu degani hozir 2 gradus qatga mos keladi kosinusdan. Mana shu joyi 0 dan sal ko'proq joyga. Endi sal ko'payib ketdi. Mana shu deylik. To'g'rimi? Qanaqa bo'lar ekan buni ishorasi? Musbat bo'lar ekan, plus bo'lar ekan. Endi aytishinglar mumkin, bu bilan buni nima farqi bor? Farqini sezganlar bormi? Nima farqi bor? Ikkinchi chorakdan. Mana gradusi yo'q bunda, 2 da. Ko'ryapsizlarmi? O'zi turibdi, 2 turibdi. 2 turibdi degani nima degani bu? Mana bu radian degani-da, 2 radian degani. Bu 2 radianda turibdi, bu 2 gradusda turibdi. 2 radianni topishlik uchun 1 radian 57 edi-yu, 2 radian shuni 2 barobar bo'ladi. Qancha bo'ladi? Kosinus taxminan shu 114 gradus deymiz. Endi 114 gradusda mana 90 edi, bu 180 edi. 114 mana shu yerda bo'ladimi? Kosinus shu joyda nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Endi aytasizlar bu minusli ekan deb qo'yasizlar. Tushunarlimi? Qaranglar, yana bunaqa savol ham beradi. Masalan, sinus alfa ko'paygan kosinus alfa 0 dan kichkina bo'lsa, alfa qaysi chorakga tegishli deydi. Ikkalasi ham alfa turibdi-da, ya'ni qaysidir gradusda ko'paytirganimizda minus chiqar ekan. Qaysi chorakga tegishli desa nima qilamiz? Sinusni anaqasini bilasizlar, ishoralarni bilasizlar. Kosinusni ishoralarini bilasizlar. Va chizib olamiz. Boshladik. Sinusni kosinusga ko'paytirishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Plusni plusga ko'paytirsak qanaqa? Plus bo'ladi. Plusni minusga ko'paytirsak minus bo'ladi. Minusni minusga ko'paytirsak plus bo'ladi. Minusni plusga ko'paytirsak minus bo'ladi. Bizga kerak qaysi joylar? Minusli joylar. Demak, qaysi chorak ekan? Ikkinchi chorak и to'rtinchi chorak bo'lib qoladi. Mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. 2 bilan to'rtinchi chorak bo'lar ekan.